أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nisa suresi 6. Nahayeti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Ey müminler! Sizler seferde kapırlarning sizlarga ziyon zahmat yetkizib qo'yishidan qo'rqsanglar, namozni 4 rakatni 2 rakatga qisqartib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kapırlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Ularning suiqasdidan hoşyar bo'linglar. Ey payg'ambar, sen müminlar bilan jihad maydonida bo'lib, ular bilan birlikda namoz o'qimoqchi bo'lganingda, ularni 2 guruhga bo'lgin. Birinchi guruhi sen bilan birlikda namozga tursin, qurollarini yenida tutsin. Ular sajda qilayotganda, ikkinchi guruhi orqanglarda dushmanlarga ro'baro holatda tursin. Birinchi guruh avval harakatni sen bilan birga tamomlagandan keyin ikkinchi harakatni o'zlari tamomlab salom bersin. Oldidagi namoz o'qimagan ikkinchi guruhi kelib, sen bilan birlikda birinchi rakat namozini o'qib, ondan ikkinchi rakatni o'zlari tamomlasin. Dushmanning suiqasdidan hoşyar tursin. Qurollarini yenida tutsin. Allohning dinini inkor qiladigan kofirlar sizlarning qurollaringlarni, moddiy ashyolaringlarni tashlab qo'yib, diqqatsizlik qilishinglarni. Shu fursatda sizlarga birdan tuyuqsiz hujum qilib, sizlarni yo'qotishni orzu qiladi. Agar sizlarga yomg'ir sababli qiyinchilik tug'ilsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ammo tadbirlik va ho'shyor bo'linglar. Shaksizki, Alloh haq dinni inkor qilgan kofirlarga xorqog'uchi azob tayyorladi. Namozni o'qib bo'lgan vaqtinglarda o'ri turibmi, o'ltiribmi va yetib turibmi Allohni yod etishni davomlashtiringlar. Qo'rqinch yo'q bo'lib, xotirjam bo'lgan chig'inglarda bo'lsa, namozni to'liq ado qilinglar. Namoz haqida beparvolik qilmanglar. Namozning vaqtiga rioya qilinglar. Chunki namoz dinda vaqti belgilangan farzdir. Dushmanning orqasidan qo'g'lashqa va ular bilan urushga susluq qilmanglar. Sizlar urushdan va uning talofatlaridan alam tassanglar, dushmanlaringlar sizlarga o'xshashla alam tortadi. Ular shundoq turuqliq sizlarga qarshi urush qilishdan qo'l uzmaydi. Shunga urushni davomlashtirishga sizlar ularga qaraganda texmo haqliq. Chunki sizlar Allohdan ajr mukofot, nusrat umid qilasizlar. Ular bo'lsa bularni umid qilmaydi. Allah sizlarning barliq ahvolinglarni bilib turg'uchidir, belgilamalarda va tadbirlarda hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey payg'ambar, shaksizki, biz seni kishilarning orasida Allohning ko'rsatgani bo'yicha hukm qilsin deb, sana haqiqatni o'z ichiga olgan kitob Qur'onni nozil qildik. Sen haqiqatni yushirib, o'zga xiyonat qilganlarni qo'g'dug'uchi bo'lmagin. Hamma ahvolingda Allohdan mag'firat tilagin. Chunki Alloh azaldan fazl rahmati va mag'firatini tilagan odamni nihoyat mag'firat qiluvchidir, uningga bakmo mehribondir. Sen Allohga osiylik qilib, o'ziga ziyon soladigan xiyonatchilarning tarafini olmagin. Shaksizki, Alloh xiyonatga odatlangan, gunohga potgan odamni qat'iy yoqtirmaydi. Ular qabih qilmishlarini insonlarning bilib kelishidan ansirab yushirdi-yu, Allohdan yushirmaydi. Halbuki Allah o'zining cheksiz ilmi bilan u xiyonatkorlarning yanida har doim birga tursin. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan gaplarni qilishni yushirin maslahatlashgan chaqda Alloh ularni ko'rib turgan bo'lsa-mu, ular uningdan hayo qilmaydi. Alloh ularning barliq qilmishlarini, gap so'zlarini tamoman bilguchidir. Ey mu'minlar, sizlar shundoq kishilarki, Allohga osiylik qilib, o'ziga zulm qilgan ashu xiyonatkorlarning tarafini ilib, bu dunyoda jidal qildinglar. Ammo qiyomat kuni ularni Allohning azobidan kim qo'g'dab qola oladi? Allohdan boshqa kimmi ularga madadkor bo'la oladi? Kimki bir yomon ishni qilib solgandan keyin yoki Allohning amriga xiloflik qilib, o'ziga zulm qilgandan keyin gunohiga tavba qilib, qilmishlarini tuzatsa va Allohdan mag'firat tilasa, u kishi albatta Allohning nihoyat mag'firat qiluvchi ekanligini va bandalarga to'liq mehribon ekanligini ko'radi. Kimki bilib turib gunoh ishni qiladi ekan, gunohining ziyni faqat uning o'zgili bo'ladi. Alloh bandalarining ahvolini obdan bilguchidir, amr farmonlarida va chiqargan hukmlarda hikmat bilan ish qiluvchidir. Kimki savallikdan bir xatolik o'tkazib yoki qasddan bir gunoh qilib qo'yib, ondan uni begunoh odamning ustiga ortib qo'yadi ekan, u ashu bo'xtonni va ochiq gunohni o'z ustiga yuklab olgan bo'ladi. Ey payg'ambar, agar Alloh sana payg'ambarlik ne'mati bilan fazli marhamat ato qilib, seni qo'g'damagan bo'lsa edi, Allohga osiylik qilib, o'ziga zulm qilganlardan bir guruh odam seni to'g'ri yo'ldan ozdirishga bel bog'lagan bo'ladi. Ular faqat o'zlarini ozdiradi. Alloh seni qo'g'dagan ekan, ular sana qilcha ziyon yetkazmaydi. Alloh sana Qur'onni nozil qildi. Qur'onni bayon qilib beradigan sunnatni ato qildi.
Sana sen ilgiri bilmeydiğin ilimlerini bildirdi. Allah'ның sana qilgan iltifoti haqiqatan kattadır. Kishilarning fikirlashlarining ko'pinchasida yaxshilik yo'qdir. Faqat yo'qsullarga sadaqa qilishga yoki yaxshi gap qilishga va yoki kishilarni aplashtirib qo'yishga buyurgan kishilarning fikirlashlari buningdan mustasnodir. Kimki bu ishlarni Allohning roziligini va mukofotini izlab qiladigan, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga haqiqat aniq bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalomga osiylik qiladigan va mu'minlarning haq yo'lidan boshqa yo'llarga ergishadigan, biz uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Yaxshilikqa yetaklaymiz, oxiratda uni jahannam o'tiga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy. Alloh o'ziga sherik keltirganlikning gunohini albatta kechirmaydi. Sherik keltirishdan boshqa gunohlarni o'zi xohlagan bandalaridan kechirib yetadi. Kimki yegona Allohga maxluqotni sherik keltiradigan, mundaq odam haqiqatdan bakmo yiroqlashib ketgan bo'ladi. Mushriklar Allohni qo'yib, hech kimga foyda ziyon yetkazolmaydigan butlarga cho'qinadi. Ular Allohga itoat qilishdan bosh tortgan va buzg'unchilikda haddidan oshgan shaytonga cho'qinadi. O'z vaqtida Alloh shaytonni rahmatidan qo'g'ilgan edi. Shayton mundaq degan: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondagilarni ozdirib ketaman. Shundaqla menga ergashgan kishilarni to'g'ri yo'ldan cho'qim ozdiraman. Ularni yolg'ondan umidlandiraman. Ularga yomon ishlarni chiroyli ko'rsataman. Ularni cho'qim hayvonlarning quloqlarini yerishga, Allohning yaratgan maxluqotini o'zgartirib etishga buyuraman." Kimki shaytonning chaqirig'ini qabul qilar ekan va hammaga qodir Allohni qo'yib, shaytonni o'ziga madadkor qilib olar ekan, mundaq odam ochiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton o'ziga ergashgan kishilarga yolg'on va'dalarni beradi va ularni quruq umidlar bilan aldaydi. Shayton ularga faqat rostligiga hech qanday dalili bo'lmagan ochiq yolg'onlarni va'da qiladi. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmay qoladi. Allohga iymon etib, shu iymoniga loyiq yaxshi amallarni qilgan kishilarni Alloh o'z fazli rahmati bilan qasrlarining va dal-daraxtlarining ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatga kirgizadi. Ular jannatda mangu turadi. Bu Allohning va'dasi bo'lib, Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. So'zlarida va bergan va'dasida Allohdan rostchil hech kim yo'qdir. Ey musulmonlar, jannatdan iborat bu katta ne'mat sizlarning va ahli kitobdan bo'lgan yahudilar bilan xristianlarning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. U faqat Allohga bo'lgan chin iymon, cho'nqur ixlos va Alloh rozi bo'ladigan shaklda qilingan yaxshi amallar bilan qo'lga keladi. Kimki bir yomon amalni qiladigan, u buning jazosini cho'qim totadi. Uni Allohning jazosidan qutqizib qoladigan hech qanday madadkor chiqmaydi. Uningga Allohdan boshqa hech kim yordam qilolmaydi. Er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, kimki Allohga va Alloh nozil qilgan Qur'onga iymon keltirgan holda yaxshi amallarni qilsa, ana shularni Alloh mangulik ne'mat makoni bo'lgan esil jannatga kirgizadi. Ularning yaxshi amallarining mukofoti qilchi kemaytilmay to'liq beriladi. Chin qalbi va butun vujudi bilan Allohga bo'ysungan, so'zi va amaliyati bilan buni voyaga yetkazgan, Rabbining amriga itoat qilgan, buzuq aqidalardan va botil yo'llardan yiroq bo'lgan holda İbrahim alayhissalomning diniga va shariatiga ergashgan kishidan muddini yaxshi odam bormi? Allah bandalari orasidan İbrahim alayhissalomni o'ziga do'st qilib tanlagan edi. Koinotdagi maxluqotlarning hammasi Allohningdir. Allah o'zining cheksiz ilmi bilan hamma narsani qo'rshab turg'uchidir. Bandalarining ishlaridan hech qanday ish Allohga maxfiy emasdir. Ey payg'ambar, insonlar sendan ayollarga munosabatlik masalalarni bayon qilib berishingni talab qilyotdi. Ularga aytqinki, ayollarga munosabatlik masalalarni Alloh sizlarga bayon qilib beradi. Qur'onda sizlarga o'qib berilayotgan oyatlar borki, u oyatlar sizlar Alloh belgilab bergan mahri, miros qatorliq haqqini bermaydigan, miros qo'limizdan ketib qolmasin deb, ergimi bermaydigan yoki chiroyi ko'rimsiz deb o'zinglarni olmay tutib turadigan yetim qizlar to'g'risidagi va bo'zaq qilingan bolalar va yetimlarga adolatli bo'lib, zulm qilmasliginglar to'g'risidagi belgilamalарni bayon qilib beradi. Yaxshilikdan nimani qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turadi. Allohga bandalarining ishlaridan hech qanday ish maxfiy emasdir. Agar bir ayol erining o'zidan ko'ngli sovib kelishidan yoki yuz o'rishidan ansirasa, ayol erining nikohidan chiqib ketmaslik uchun o'zining nafiqa degandek ba'zi haqlaridan voz kechish badaliga bo'lsa-mu, ayol o'z orasida kelishib ish ko'rsa, ularga hech gunoh bo'lmaydi. Kelishib ish qilish ajrishdan albatta yaxshidir. Bexillik, oshko'zlik qatorliq illatlar insonlarning tabiatiga go'yo uning ayrilmas bir parchasidagina singdirib etilgan. Ey erlar, agar sizlar ayollaringizga yaxshi muomala qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar,
ularning ishida Allohdan qo'rqsanglar, bilinglarki, Alloh sizlarning qilayotgan barliq ishlaringlardan to'liq xabardordir. Uningga hech qanday ish maxfiy emas. Oxiratda shuningga asosan sizlarga mukofot yoki jazo belgilaydi.